Rolga Center, Xotira maydon, Ipoteka bank, bu yerda Asaklub. Asaklubning orqasida bilsangizlar 9 etajli domlar bor. 9 etajli domimizni 8-etajında 57 kvadratlik 3 komnatlik kvartiramiz sotuvga chiqdi. Portugaliyada avoydan chiqqan, konditsioneri bor. Shu mebel ketadi. Televizor bor. Berimiz zal. Zaldan görünüşünü ko'rib turibsizlar, shahar kaftdek ko'rinadi. Yana bir ko'rsatayım. Ko'rib turganlaringizdek, ajoyib yer. Havosi ham zo'r, 8-etaj bo'lgandan keyin. Berimiz dalon. Dalonning to'rinda kuxnyamiz bor ekan. Shu televizor ham qoladi. Kuxnyani mebellar ham qoladi. Gilamlar ham hammasi qoladi. Bu yerda burjika bor ekan, yana ko'rib turganlaringizdek, shu burjikani o'zi deydi, ham yerini qizdiradi ekan. Bu yerimizda spalni, shu yerimizda sanuzel, tualet banyosi shu yerda joylashgan ekan. Podizdan girish eshigimiz bu. Shu ko'rib turgan kvartiralar sotiladi. 57 kvadrat, 8-etaj, lift ishlatib turibdi. Lift ham jeton bilan chiqib tushiriladi ekan. Liftning, ya'ni чужой odamlar kirib chiqib bilmaydi. Suv, svet, gazdan hech qanday muammo yo'q. Internetda o'tmaydi. Wi-Fi simlari masiga o'tolmaydi. Imkiyatlar yashamoqdagi network. Hozirgi uzoqdagi bo'lgan rejasi network. Wi-Fi kelib turibdi ekan, router ham narsasi bor edi. Prosta yashamonlar uchun az uzilib turibdi ekan. Daqbasa ishga ketadi ekan. Barchangizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.